Assalomu alaykum. Ismim Ziyodulla, FlyESIM kompaniyasining asoschilaridan biriman. Qanday qilib ishlatib bo'lgan eSIMni udalch qilishim mumkin, o'chirib yuborishim mumkin? Bu savol ham ko'pchilikda bo'ladi. Buni o'chirib yuborsangiz ham bo'ladi, o'chirib yubormasangiz ham bo'ladi, lekin siz juda ko'p safarga chiqadigan bo'lsangiz, siz hadeb eSIMni telefoningizga o'rnatib o'rsangiz, sizda o'sha sotvoy связь qismida o'zingiz sim kartangizdan tashqari poyezdka uchun juda ko'p eSIM elektron sim kartalari qolib ketadi. Buni o'chirib yuborish uchun nima qilish kerak? Mijozlarimizdan kelib tushgan savol bo'lganligi uchun bu savolga ham javob berishga harakat qilamiz. Birinchi navbatda siz настройка qismiga o'tasiz. Настройка qismiga o'tganingizdan keyin sotvoy связь qismi bor. Sotvoy связь qismiga kiradigan bo'lsangiz, sizda o'zingizning sim kartalaringiz va sotib olgan eSIMlaringiz yoki boshqa eSIMlar turgan bo'lishi mumkin. Xo'p, o'zingizga kerak bo'ladigan profilni tanlaysiz va o'sha, ya'ni ishlatib bo'lgan eSIMingizni tanlaysizda va o'shani ustiga bosib turib, udalit tarifi bosasiz. Ya'ni udalitni bossangiz, sizni eSIMingiz telefoningizdan o'chib ketadi. Demak, bugungi aytib o'tmoqchi bo'lgan ma'lumotlarim shulardan iborat edi. Agarda sizda eSIMni o'rnatish bo'yicha, uni aktivatsiya qilish bo'yicha qanaqadir savollar tug'ilgan bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiring yoki bizning ijtimoiy tarmoqlarimizdagi profillarimizga o'tib savollaringizni berishingiz mumkin va bizning operatorlarimiz sizlarga tez orada javob berishadi. FlyESIM zamonaviy sayohatchilar tanlovi.